Ya'ni sizni bitta ovqatingiz o'rnini bosib beradi. Bemalol emizuvli, homilador, yosh bolalar hammaga mumkin bo'lgan naturalniy ovqat. Bu to'g'ri ichiladi, programma bo'yicha ozish uchun ham ichiladi, semirish uchun ham ichiladi. Prosta organizmni 33 xil vitamin, mineral bilan ta'minlash uchun ham ichiladi. Buni o'zini programmasi bor. Kim qanaqa maqsadda olsa, biz o'zimiz chiroyli qilib programma asosida tavsiya qilamiz. Shaxsan o'zim mana shu mahsulotlar bilan emizuvli holatimda ozganman. Emizuvlilarga sal boshqacha, ya'ni buni ichsangiz bo'ladi bemalol. Oylikka qarab buni ham qo'shamiz. Bola kattaligiga qarab bularni ham qo'shamiz. Lekin emizuvli holatda bunga yana boshqa narsalar ham qo'shsa bo'ladi. Uni konsultatsiya davomida o'zimiz beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana, xuddi yosh bola kimda bolasiga nan, Nutrilak kasha beradi. Xuddi shunaqa 39 ta vitamin minerali bo'lgan aqlli ovqat. Bu kelajak ovqati.